Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar. Ramazon oyining har kuni xolislik siri dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salafi solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navro'z radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni junbushga keltiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. U zotga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Xolislik insonning bezagi hisoblanadi. Xolis yashab o'tgan zotlar haqida inshaalloh to qiyomatgacha gapiriladi. Ularning ummat uchun qilgan ishlari, o'z nafslarini boshqarganliklari haqida ko'p aytiladi. Bizning dasturimiz ham aynan ana shu insonlarning hayoti haqida. Ularning hayotlaridan o'rnak olishimiz uchun bugungi kun dasturi orqali bugungi kunimizga ham murojaat qilamiz. Dastlab esa har doimgidek Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tomonidan ummat uchun aytilgan o'gitlarga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'gitlari. Hazrati Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Bir kuni Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Shu payt eshik taqqallab bir kishi kirishga izn so'radi. Rasululloh alayhissalom kelgan kishi iblis ekanligini aytdilar va ichkariga kirishga ruxsat berdilar. Iblis kirgach, Alloh taoloning amri bilan kelganligini, aslo yolg'on gapirmasligini, aks holda Allohning shiddatli azobiga duchor bo'lishini aytdi. Shundan so'ng Sarvar olam sallallohu alayhi va sallam unga bir necha savol berdilar. Eng sevmaydigan kishilaring kim deb so'raganlarida Iblis birinchi galda Rasul akramni sallallohu alayhi va sallamni, so'ng 4 muborak xalifa va sahoba-i ikromni sanab o'tdi. Bizlardan keyin kimlarni sevmaysan deya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'radilar. Butun borlig'ini Alloh yo'lida bergan taqvodorni deb javob berdi Iblis. Taqvodordan so'ng kimni sevmaysan? Shubhali ishlardan o'zini saqlagan olimni sevmayman. Undan so'ng kimni? Islomga ko'ra ozodalikka qat'iy rioya qiluvchini. Keyinchi sabrli faqirni sevmayman. Uning sabrli ekanligini qayerdan bilasan? Ahvolidan o'ziga o'xshagan kishiga shikoyat qilmay, ehtiyojini hech kimga bildirmaganligidan. Undan so'ng kimni sevmaysan? Shukr qiluvchi badavlat kishini. Badavlat kishining shukr qilishini qayerdan bilasan? Halol yo'l bilan mol topib, to'g'ri yo'lga sarf qilishidan. Kimlarni yo'ldan ozdira olasan-u, kimlarni ozdira olmaysan? Allohning xolis qullarini yo'ldan ozdira olmayman. Ularning xolisligini qayerdan bilasan? Ey Muhammad, shunday toifa kishilar borki, mol dunyoni, maqtanishni sevmaydi. Demak, bunday kishilar ixlos egalaridir. Ulardan darhol uzoqlashaman. Lekin yana bir toifa borki, qalbi mol dunyo orzusi bilan to'la. Bular menga itoat qiluvchilardir. Chunki dunyo sevgisi katta gunohlarning buyigidir. Ey Muhammad, agar bilsang, mening 25 ming farzandim bor. Ularning bir qismini olim va fuzalolarga, bir qismini yoshlarga va yana bir qismini yoshi katta ayollarga yuboraman. Yoshlar bilan oramizda muammo yo'q. Ular bilan doimo oson til topishamiz. Vaqti kelsa yosh bolalarni ham ishga solaman deya javob berdi alayhilla'na.
sahobai kiromlar. Musulmonlar rahnamosi bo'lgan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir kuni xutba o'qib turardilar. Jamoat g'ala-g'ovur ko'tara boshladi. Hazrati Umar sezdilarki, odamlar u zotni eshitgisi yo'q. Shunda xutbani to'xtatib, masalaga oydinlik kiritish niyatida muddaolaring nima deb so'radilar. Jamoat nomidan bir inson turib, "Ey Umar" dedi. "Biz seni odil inson deb bilamiz. Ammo kecha Baytul Moldan hammaga bir xil gazlama tarqatilganida biz ko'rdikki, undan o'rta bo'yli kishiga loyiq kiyim chiqishi mumkin edi. Sen bugun juma namoziga jussanga loyiq libos bilan chiqding. Demak, Baytul Moldan o'zingga kerakli miqdorda gazlama olgan ekansan-da." Hazrati Umar haqida rivoyatlar kelganda, u zot otga minsalar oyoqlari yerga tegib turishi ma'lum qilingan. Taxminan 2 metrdan tarqatilgan gazlama Amirul Mo'mininga yetmasligini yosh bola ham bilardi. Shunda Hazrati Umar, "O'g'lim, sen gapir" dedilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu o'rinlaridan turib, jamoatga qarata shunday dedi: "Men o'zimga tegishli gazmolni otamga bergandim." Shundan so'nggina jamoat Amiral Mo'mininning xutbasiga quloq sola boshladi. "Ey nafs, Hazrati Umar va jamoatning mavqeiga bir nazar sol. Agar ushbu hikoyatdan ozgina bo'lsa-da o'zingga manfaat olsang, bilginki yashashga haqqing bor, nafas olmoqqa haqlisan. Aks holda senga bu tana faqatgina bir libos, qalbing o'liklar bilan bir xil mavqeidadir." Hikoyat. Bir kishi hikoya qiladi. Qo'li yelkasidan kesilgan bir kishini ko'rdim. U meni ko'rgan har bir inson biron kishiga ham sira zulm qilmasin deb nido qilardi. Unga yaqinlashib, "Ey birodar, qanday hodisa ro'y berdi?" deb so'radim. U g'aroyib hodisa deb boshidan o'tganini so'zlab berdi. Men zolimlarning yordamchilaridan edim. Bir kuni kattakon baliq tutgan baliqchini ko'rib qoldim va uning oldiga kelib balig'ini berishini so'radim. U esa bu baliq puliga oilasiga ulbul narsa olib borishini aytib, shundoqqa bermasligini tushuntirdi. Men esa unga nisbatan kuch ishlatib baliqni tortib oldim. Baliqni ko'tarib uyga ketayotganimda hali joni uzilmagan jonivor qo'limni tishlab oldi. Uyimga kelib baliqni pastga tashlaganimdan so'ng barmog'im zirqirab og'riy boshladi. Og'riqning qattiqligidan uxlay olmadim. Qo'lim shishib ketdi. Tong otgach tabibga borib og'riqdan shikoyat qildim. U barmog'imni ko'rib, "Bu qorason, suyak chirishi kasalining boshlanishi. Barmog'ingni kesib tashlash kerak. Aks holda qo'lingdan ayrilasan" dedi. Barmog'imni kesib tashladim. So'ngra qo'lim og'riy boshladi. Og'riqning zo'rligidan ko'zimga uyqu kelmadi. "Kaftingni kesib tashla" deyishdi. Kaftimni ham kesib tashlashga majbur bo'ldim. Keyin bu dard tirsakka o'tdi. Qarab turibsizki, tirsakdan ham mahrum bo'ldim. Butunlay qo'limni kesib tashlaganlaridan so'ng ba'zilari buning sababini so'ray boshlashdi. Men baliq voqeasini hikoya qilib berganimdan so'ng, ular baliqchiga oldinroq borib o'z uzringni aytganingda, ehtimol biror bir a'zoing kesilmasdi. Hariyam kech emas, borib kechirim so'ra, aks holda badaningga o'tib ketmasin deya maslahat berishdi. Men baliqchini izlay topdim. Oyoqlariga yiqilib yig'lab o'pa ketdim. "Sayyidim, Alloh haqqi meni kechiring" deya yolvora boshladim. U "Siz kimsiz?" deb so'radi. "Men balig'ingizni tortib olgan kishiman" deb bo'lgan voqeani unga aytib berdim. Qo'limni ko'rib yig'lab yubordi. "Ey birodar, boshingizga shunday balolar tushibdi. Mingdan ming roziman" dedi. "Sayyidim, Alloh haqqi aytingchi, balig'ingizni olib qo'yganimda meni duoibat qilganmidingiz?" "Ha, ey Allohim, bu bandang kuchliligi sababli menga rizq qilib bergan narsangni zo'ravonlik qilib tortib oldi. Bas menga shu bandang ustida o'z qudratingni ko'rsat" deb duoibat qilgandim dedi. "Sayyidim, mana Alloh mening ustimda o'z qudratini ko'rsatdi. Men endi zolimlarga xizmatchi bo'lganimdan Alloh azza va jallaga tavba qildim. Inshaalloh tirik ekanman, zolimlarning eshigiga qadam bosmayman va ularning yordamchilaridan bo'lmayman. Tavfiq Allohdan" dedi.
hikmatli so'zlar. Shubhali bir dirhamni rad etishim 100 ming dirham sadaqa qilishimdan ko'ra menga suyukliroq. Abdulloh ibn Muborak. Og'izlaringizga harom luqma kirishidan ko'ra tuproq solingani afzaldir. Abu Hurayra. Odamlarni o'zlari yo'g'ida yomonlamoq qalblarga qilingan xiyonatdir. Imom G'azzoliy. Yaxshi qo'shni senga ziyon va tashvish yetkazmaydigan qo'shni emas, balki sening yomonligingga chidab kelayotgan qo'shnidir. Hasan Basriy. Oqil do'sti bor kishining oynaga muhtojligi yo'q. Jaloliddin Rumiy. Minnatni ko'tarish yo'qlikka sabr etishdan og'irroqdir. Asmuiy. Islomiyat kitoblarda o'qiladigan emas, balki hayotda yashaladigan haqiqatdir. Erol Gungor. Hikmat miskinlarni shohlar o'rniga o'tirg'izdi. Luqmon Hakim. Bugungi kun. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyiladi hadisi nabaviyada. Darhaqiqat ushbu hadis diqqat bilan sharhlansa, ko'p hikmatlar jam bo'lganini ko'rish mumkin. Yaxshiliklari pardalangan dunyoning pardasi faqat Alloh Robbil alamin taqdir qilgan insonlarga ochildi. Ular payg'ambarlar, sahobalar hamda olimlardir. Ular o'z zamonalarining ilg'or insonlari bo'lishdi. Payg'ambarlar va sahobalarning davri tugagan bo'lsa-da, ularning merosxo'rlari olimlar qiyomatgacha davom etadi. Hazrat Abu Hanifa vafot etgan yili Imom Shofiy tug'ilgani singari zamin olimsiz qolmaydi inshaalloh. Ilm olimlarning yo'q bo'lish bilan ko'tariladi. Olimlarni yaxshi ko'rish, ularni hurmat qilish, fatvolariga ergashish ummat uchun hamisha xayr bo'lgan. Olimlarga tosh otganlarga Allohning balosi yog'ilgan. Bugun ham oramizda olimlar xususida turli gaplarni tashib yuradiganlarimiz bor. G'iybatlarning adog'i yo'q. 4 kunlik umrni kelib olimlar haqida suhbatlashib o'tkazib yuborayotganimiz ko'pchilikni tashvishlantirmayapti. Aslida biz mas'ul emasmidikki, olimlarni e'zozlashga, yonlarimizdan bo'lsa ham ularning ishlarini yengillashtirishga. Shayton kechalarni ibodat bilan o'tkazadigan obid o'lsa, u qadar xursand bo'lmas ekan, ammo olimning o'limi uni hadsiz shodliklar sari yetaklar ekan. Shayton islomni kim va qay tarzda ushlab turganini insonlardan yaxshiroq biladi. Shaytonni shodlantirgan voqelik mu'minlar uchun musibat bo'lishi kerak. Olimini saqlab qola olmagan ummatni xayri tark etadi. Bu ummat o'ziga berilgan ne'matdan ochiqchasiga yuz o'girgan hisoblanadi. Alloh taolo Qur'onni o'zi himoya qilishini aytgan. Uning kalomlari insonlarga to qiyomat qadar olimlar tomonidan yetkaziladi. G'iybat harom, ammo harom amalning 2 barobar haromligi uning jirkanch bosqichini bosib o'tmoqlikdir. Allohga eng ko'p taqvo qiladigan insonlar maqomini olgan ulamolar haqida gap tashish, ularning sha'niga turli nomaqbul so'zlarni aytishdan qo'rqish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maqtagan zotlar haqida gap ketayotganini bilasizmi, birodar, deb to'xtatib qo'yish kerak g'iybatchilarni. Yoki bu so'zlarni jon qulog'i bilan tinglayotgan davrani tark etish lozim. Bu davrada xayr yo'q, bu davraga Alloh rahmatini yubormaydi. Bu davra egalari o'lgunlariga qadar tavba qilishmasa ishlari og'ir bo'ladi. Diyorimizning mashhur ulamolaridan birining ma'ruzasi yozilgan audio bo'lmoqda. Qanchadan qancha tiriklar, mu'minlar ichida yurgan,
olimlik darajasiga da'vo qilayotganlarni ko'ramiz. Ularning manfaati ana shu birgina kasetida aytilayotgan gaplarchalik foydali emas. Insonni inson qiladigan amalidir. Agar taqvo bilan ziynatlansa, oddiy so'zlar ham shoh asar bo'ladi. Har qancha chiroyli so'zlarni terib aytishga urinmang. Agar unda taqvo bo'lmasa, ustidan o'chirsa o'chib ketadigan sahifaga o'xshaydi. Toki olimlar ko'zi bilan dunyoni kuzata olmas ekanmiz, qo'ying shundoq ham yukimiz og'ir dunyoda ularni tinch qo'yaylik. Sarvari olam sallallohu alayhi va sallam bir kuni bir ustun oldida xutba o'qiyotgan edilar. Shunda sahobalar u zot sallallohu alayhi va sallamga minbar qurib berishdi. Shunda haligi ustun yig'lagan ekan. Allohning rasuli oldidan ketib qolganligini ko'rib, ustun faryod cheka boshladi. Rasul akram alayhissalom buni ko'rib, ustunni kelib yupatgan ekanlar. Ushbu voqeani o'qir ekan, Hasan Basriy qavmiga qarata, shu yog'ochchalik bo'lmasangiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shu yog'ochchalik yaxshi ko'rmasangiz derdi. Hasan Basriy olim zot edi. U qavmining zalolatga ketishini to'sib qolgan insonlardan hisoblanadi. Olimlar hadis ilmida bizning ko'zimiz ilg'amaydigan, bizning fahmimiz idrok qila olmaydigan jihatlarni ko'rishadi. Ustun yig'laganligi va Rasululloh alayhissalom uni yupatganliklarini tasdiqlagan holda shu yog'ochchalik bo'la olmaysizlarmi deb tanbeh bergan zotlar har bir qavmga kerak. Agar ana shunday insonlarni xor qiladigan bo'lsa, bu ummat xorlikka yuz tutadi. Agar biz bugun olimlarimiz haqida gapirishni to'xtatmasak, ertaga bizning g'iybatlarimiz semirib ketishiga shubha yo'q. Yumshoqqina qor uchqunlarini yumalatib qorbobo yasagan misol bizning so'zlarimiz olimlarning yo'qolishiga sabab bo'ladi. G'iybat olimlarni yo'qotish uchun qo'yilgan dastlabki qadamdir. Agar qotillikka rozi bo'lsangiz, tilingizga erk bering, marhamat. Alloh qotillarning jazosini beradigan zot. Bir kuni sahobalar suhbatlashib qolishdi. Ular shu uyda islom uchun nimaning to'la bo'lib qolishi yaxshi degan masala xususida bahslashardi. Kimdir bir uy to'la oltin bo'lishini va uni xarajat qilish natijasida islom gurkirab ketishini aytdi. Kimdirning fikriga ko'ra bir uy shahid bo'lsa-yu, ular jihodga chiqib ketayotganlarda Alloh uchun qon to'ksalar, jon bersalar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu dedi: "Menga bir uy Abu Ubayda bo'lsa edi." Abu Ubayda ulug' sahobiy, mushtahid olim. Amirul Mo'minin haq so'zni aytgan edi. Bir uy tillo, bir uy shahid va bir uy boshqa narsalardan ko'ra bir uy olim bo'lsa, islomga ana o'shaning foydasi ko'proq edi. Insof bilan ayting, sizga ham shu taklif berilsa va falon odamni olib kelish imkoniyati bo'lsa, bir uy falon olim bo'lsa edi demasmidingiz? Biz shaxsan der edik. Shuncha gap so'zlardan so'ng olimlar haqida g'iybat qilishdan to'xtarmiz degan umidda so'zimizga yakun yasaymiz. Hissiyot olami. Bugungi dasturim suhbatlashing. Bir tun uxlayolmay chekdim nadomat, o'zimga ham qildim tinmay malomat. Tarixida har ne ko'rsam ko'rdim lek, Umardan so'ng birlashmadi bu ummat. Umar ketdi, bu ummatga ishonmayin, chunki iymon zaiflashmish kun sayin. Abu Zarlar hayqirganda tinmayin, ne dard bor deb sirlashmadi bu ummat. Kengliklardan oqib keldi gumrohlar, asta sekin odat bo'ldi gunohlar. Hatto Qur'on nuzuliga guvohlar, jangga chiqib yarashmadi bu ummat. Qalblar so'ndi, yuzlar bo'lmish bediyda, ko'ngil o'ldi ibodatlar paytida. Ali Usmon bo'g'izlandi baytida, ahli baytga qarashmadi bu ummat. Buxoriyning qonga to'lmish yanog'i, o'tdi sarson topilmayin hamrohi. Son jihatdan oshsa oshdi sanog'i, lek oz bo'lsin kurashmadi bu ummat. Tilab qoldi iymon qalbning sabrini, vujud esa tark etdi qalbi jabrini.
Umar ibn Abdulaziz davrini ko'tara olmay ergashmadi bu ummat. Olimlari kamaydi-yu tanballar, o'zlariga o'rnatmishlar minbarlar, suturalganda Ahmad ibn Hanballar otdan tushib engashmadi bu ummat. La ilaha illalloh deb tillari dahriyona tug'yon urar dillari. Bir kun bo'lsin besaodat yillari, bir manzilda tutashmadi bu ummat. Biri arab, biri turku, biri fors, millat degan tuyg'u endi bo'ldi farz. Bir yonda dard kasallikdan qolgan dars, o'z loyiga qorishmadi bu ummat. Xorlar bo'ldi mal'un g'arbning poyida, chidayverdi eng alamli joyida, hayotiga joriy bo'lmish qoida ila hech hisoblashmadi bu ummat. Qur'on endi mozorlarda o'qilmish, turli fasod rivoyatlar to'qilmish, endi to'g'ri yo'llarda ham qoqilmish, haq yo'liga unashmadi bu ummat. Shul so'zlarni o'ylab uxladim, faqatgina Allohimdan tiladim, alam bilan ko'zimda yosh yig'ladim. Umardan so'ng birlashmadi bu ummat. Abu Bakr radhiyallohu anhu xutba qilib shunday degan ekanlar: Allohdan o'zganing yuzi uchun aytilgan so'zda yaxshilik yo'q. Alloh yo'lida sarflanmaydigan molda yaxshilik yo'q. G'azabi halimligidan ustun keladigan kimsada yaxshilik yo'q. Alloh yo'lida birovlar malomatidan qo'rqadigan bandada yaxshilik yo'q. Insonning umrini belgilab beruvchi holatlar haqida Hazrati Abu Bakr nechog'liq hikmatli so'zlarni aytib ketganlar. Ha azizlar, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ham kimki ikki jag'i va ikki oyog'i o'rtasini tiyishga kafolat bersa, men ham ana shu insonga jannatni olib berishni kafolat beraman deganlar. So'zimizni o'ylab gapirganimiz, molimizni o'ylab sarflamog'imiz, jahlimizni arziydigan narsaga chiqarmog'imiz va birovlarning malomatidan ko'ra Allohdan qo'rqmog'imiz lozim bo'ladi. Shundagina biz ham yuqorida hikoya qilingan ummat egalari kabi haqiqiy inson bo'lamiz, Hazrati insonga aylanamiz. Ko'rishguncha.